bolani 0 yoshdan 1 yoshgacha qanaqa qilib qarash kerak? Xullas qizlar, men ko'p videolar ko'rganman va sizlar bilan bu haqida bo'lishmoqchiman. Men ekspert emasman. Xullas, o'zbek tilida aytiladi-ku, bola qancha ko'p yig'lasa shuncha ko'zi qorayadi, bolani ko'tarish kerak emas, qo'lga o'rganib qoladi degan narsalar. Qizlar, bu juda ham bolani psixikasiga ta'sir qiladigan narsa. O'shaning uchun iltimos bunaqa maslahatlarni eshitmanglar. Bola tug'ilganda o'zini bitta odam deb hisoblaydi siz bilan 1 yoshgacha. O'shaning uchun uni ko'p ko'tarmasangiz, shab qo'yaversangiz, u o'zini xuddi boshqa dunyoga bitta o'zi tushib qolgandek his qiladi. Qizlar, o'shaning uchun iltimos bolalarni 1 yoshgacha quchoqlaylar, ko'p quchoqlaylar, ko'p ko'taringlar, bag'rlariga bosinglar. U siz bilan o'zini bitta odam deb hisoblaydi 1 yoshgacha. Keyin o'zi separatsiya sekin boshlanadi. Bolaga iltimos eng muhim ikkita odam kerak. Ya'ni juda ham ko'pchiligiga tashab qo'ymang. Ya'ni asosiy qaraydigan odam bitta yoki ikkita bo'lish kerak. Ikkita odamni chehrasini eslab qoladi. Ya'ni işte babushka, dedushka hammasi qarash asosiy qaraydigan inson ikkita bo'lish kerak ekan. Chunki o'shanda o'zini himoyadek his qiladi. Bu informatsiyani siz bilishingiz mumkin. Prosta men ham ikkita bolaning farzandiman. Ikkita bolaning onasiman. O'shaning uchun siz bilan bo'lishyapman. Prosta men ham Mursalina qizim hali 1ga kirmagan. Qanaqa uni tarbiyalash kerak, qanaqa bilan munosabat qilish kerakligini videosini yaqinda ko'rganim. O'shaning uchun sizlarga ham foydali bo'ladi deb bo'lishdim. Yoqqan bo'lsa, обязательно like qo'ying va chaqalog'i bor dugonangizga jo'natib qo'ying. Обязательно foydali bo'ladi.